Men Iskandarova Mavda. Avulda opa. Yo'mli mahallada yashayman. Ha. 69-yilman. 1-guruh nogironiman. Mana yaxshi ishlayapmiz, Xudoga shukr. Nimalar tikasiz? Xalat, keyin nimalarda, banitsalarga, nimalarga. Nima bersalar tikib beraveramiz. Necha yildan beri ishlayapsiz? Menimcha bilib qoldim. 10 yildan beri ana shu bizning korxonamizda quruvchilik faoliyati bilan shug'ullanadigan opamizni mana ish jarayonida ko'rib turibsiz. Gapirib o'tdingizki, 1-guruh nogironiman dedingiz. Eng qizig'i, sizni pulingizni olmaysiz, imkoniyatingiz cheklangan ekan. Ya'ni qo'lingizda nuqsonligi borda. Qo'limga, oyog'imga. Oyog'ingizda ham. Lekin bemalol qiynalmasdan tikishni qilasiz. Men o'zimni nogiron deb hisoblamayman. Rahmat. Men Xudoga shukr 4 ta farzandim bor. Xudoga shukr. Qo'limdan kelganini qilaman. Ba'zi odamlar, sog' odamlar shu ishni qilmaydi. To'g'ri. Mana bizlar Xudoga shukr. Bizopaga rahmat, hamda ish ochgan. Mana Xudoga shukr. Mana ishlayapmiz. Nima qilyapmiz? Xudoga shukr. Qo'lingizni ko'rsata olasizmi? Xudoga Ha, bo'lsa. Mana opamizning qo'llari, haqiqatan imkoniyatlari cheklangan ikkita qo'llarida, oyoqlarida bor ekan, lekin hech qanaqa qiynalmasdan 4 muchali sog'lom insonlarimizdan ham mukammal tikuvchiliklarni qiladigan opamiz. Allohim sizni panohida asrasin. Rahmat. 4 muchalingiz sog' bo'lsin. Ana shu Rahmat. tikishlarda, ana shu xalq xizmatidan hech qachon charchamang. Rahmat. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Sog' Rahmat. salomat yuringlar.